Hurmatli obunachilar, ko'p kishi so'raydi, mashinani barter qilib bering, kvartira olib bering deganlar. Shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Voyenniy okrug shunday yonboshga joylashgan. Ditsat, maktab, akkuratligina ko'chamiz. Bir xonali uyimiz chiqibdi. Barterga puli ham juda yengil, arzongina. Arzon so'raganlar shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Ana shu domimizdan birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Podizlarimiz ham akkuratligina. Ana shu kvartirani sotuvda, qani birgalikda ko'ramiz. Kirish eshigimiz, o'ng tarafimizga zal. Zalda ham razmeri yomon emas. Asosiy pollar bo'lgan. Balkonga ham eshik romlar bor. Endi o'zingizga moslashtirib, hech-birlarni to'g'rilab qo'ysangiz, ijara qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Voyennilar ijaraga turgan ekan. Hozir ham 1,5 millionga ijaraga turaman deyotgan voyenniy bor ekan. Agar olsangiz, bemalol qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda sanuzel. Oshxonamiz. Narxini kelayotgan bo'lsak, 12,5 ming so'ralibdi. Ozgina o'tayotgan joyi bor. Boya aytib o'tganimdek, mashinani hisoblab bersa bo'ladi. Endi nedvижимость olib qo'ysangiz, mashina narxi tushaveradi, nedvижимость narxi ko'tarilaveradi. Ijaraga qo'yib qo'ysangiz ham, ijaradan pul kelaveradi. Real narxga real narx beriladi, pastdagi nomerlarga bemalol aloqa qilib qo'yasizlar.